bolajonlar. Bugun sizlar bilan yana bir bor ona til darsini o'tamiz. Bugun mavzuimiz matnda fe'llarni to'g'ri qo'llash. Bolajonlar, uy vazifani tayyorladingizmi? Ha! Unda mening bir taklifim bor. Qanday taklif? Bugungi darsimizni tabiat qo'ynida o'tkazishga rozimisiz? Ha! Nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Bolajonlar, hamma darsga tayyormi? Ha! Biz tayyormiz. Unda uyda yozib kelgan mening kasbim matnini o'qib berasizlar. Xo'p. Jahongir bosh. Men tanlagan kasbim. Dunyoda kasblar juda ko'p. Bu kasblarning barchasi insonlarni taraqqiyotiga yetishtiradi. Men ham o'zim tanlagan kasbni egallash yo'lida juda ko'p o'qishim va izlanishim zarur. Men tanlagan kasb militsioner. Bu kasb mendan sog'lomlik, ziyraklik va bilimlilikni talab qiladi. Men yutuq inson bo'lishim uchun ko'plab fanlarni yaxshi o'rganishim kerak. Men tanlagan kasbim mashaqqatli, mas'uliyatli kasb hisoblanadi. Ishimni puxta bajarishim zarur. O'z huquqimni va burchlarimni yaxshi bilishim kerak. Bu kasbda erinchoqlik, yalqovlik yaramaydi. Aksincha, uddaburonlik talab etadi. Insonlar qanday kasb egasi bo'lmasin, uning zamirida juda katta mehnat va mashaqqat yotadi. Militsionerlik kasbi uchun ingliz tili, rus tili, ona tili, matematika, huquq, tarix fanlari chuqur o'rganishim kerak. Barakalla Jahongir, juda ajoyib yozibsiz. Navbatni Fayozjonga beramiz. Fayozjon, tayyormisiz? Ha. Qani boshlang. Men kelajakda sudya bo'lishni orzu qilaman. Chunki adolat va haqiqat mening hayotimdagi eng muhim qadriyatlardan biridir. Sudya bo'lish orqali jamiyatga foyda keltirish, insonlarning huquqlarini himoya qilish va qonun ustuvorligini ta'minlashni xohlayman. Bu kasb nafaqat katta mas'uliyat, balki katta sharaf hamdir. Adolatli va xolis qarorlar qabul qilish uchun inson har tomonlama bilimli, dona va sabrli bo'lishi kerak. Men kelajakda ushbu maqsadimga erishish uchun tinimsiz o'qib, izlanib, tajriba orttirishga harakat qilaman. Chunki haqiqiy sudya faqat qonunni biladigan emas, balki odamlarga chuqur tushuna oladigan, ularning taqdirini adolat bilan hal qila oladigan inson bo'lishi kerak. Kelajakda o'z kasbim orqali adolatni qaror topishga, jamiyatda huquqiy madaniyat oshirishga va insonlarga yordam berishga intilaman. Men hozirda tarix, ingliz tili, rus tili, matematika, mantiq va ona tili fanlari bilan ko'p shug'ullanishim kerak. Ofarin Fayozjon, juda ajoyib va zo'r chiqdi. Endigi navbatni Shohruzga beramiz. Shohruz, tayyormisiz? Ha. Men tanlagan kasbim bu militsiya xodimi. Har bir inson hayotida orzu qilgan kasbi bo'ladi. Men esa bolaligimdan beri tinchlikni saqlaydigan, odamlarga yordam beradigan, adolatli, himoya qiladigan inson bo'lishni orzu qilaman. Shu sababli men kelajakda militsiya xodimi bo'lishni xohlayman. Militsiya kasbi bu jasorat, sabr, toqat va kuchli iroda talab qiladigan muqaddas kasbdir. Ular har kuni xalqning tinchligini, osoyishtaligi uchun xizmat qiladilar. Men ham yurtimiz tinchligi yo'lida halol xizmat qiladigan, yurtga sadoqatli, mard va fidoyi inson bo'lishni istayman. Kelajakda militsiya xodimi bo'lib,
ga qarshi kurashmoqchiman. Begunoh odamlarni himoya qilishni istayman. Men bu kasbni tanlaganimdan faxrlanaman va maqsadimga yetish uchun tinmay o'qib, har tomonlama yetuk inson bo'lishga harakat qilaman. Barakalla Shohruz, juda ajoyib chiqibdi. Marfon, tayyormisiz? Ha. Unda boshlang. Assalomu alaykum. Men katta bo'lsam, Xudo xohlasa, yaxshi banker bo'lmoqchiman. Chunki banker kasbi juda ham mas'uliyatli kasb sanaladi. Ular har doim chiroyli va ozoda kiyimlarni kiyib yuradi. Ular qimmat mashina va uylari bo'ladi. Ularning ko'p ishlari kompyuterga amalga oshiriladi. Bankerlar katta bankda ishlaydi. Bankda katta seyf bo'ladi. Uning ichida tillolar va pullar bo'ladi. Men Xudo xohlasa markaziy bankda ishlayman. Men bu niyatimga yetishish uchun hozirda matematikani yaxshi bilishim kerak. Men faqat banker bo'lish niyatim yo'q. Aksincha, men bitta biznes ochib, foydasini dadam va dadajonim bilan oyijonimni hajga yuboraman. Agar niyatim ro'yo bo'lsa, men ustozjonlarimga alohida rahmat aytaman. Barakalla. Marufxon, niyatingizga albatta erishing. Kelajakda o'zingiz xohlagan buyuk banker bo'lishga tilakdoshman. Rahmat. Rayhona, tayyormisiz? Ha. Unda boshlang. Mening kelajakdagi kasbim. Men kelajakda stюардessa bo'lmoqchiman. Stюардessa juda ham mas'uliyatli ishdir. Nafaqat stюардessa, balkim boshqa kasblar ham mas'uliyatli ishdir. Kasb kishining mehnat faoliyati doimiy mashg'ulot turidir. Buyuk yozuvchidan biri shunday degan ekan: hayotda siz uchun eng sevimli bo'lgan kasbni tanlang va siz bir umr ishga borasiz. Men stюардessa haqida she'r bilaman. Stюардessa samolarni quchuvchi, manziliga eltuvchi, yetkazib omon-omon shoshaman vatan tomon. Bu kasbga bir qarangda jozibali, o'ta zavqliga o'xshaydi. Stюардessa bo'lish uchun men juda ham ko'p tillarni o'rganishim kerak. Ingliz tili, rus tili, arab tili, turk tili va hokazo. Men bu kasbni shuning uchun yaxshi ko'raman. Rayhona, juda ajoyib. O'zingiz xohlagan kasbga erishing. Tilakdoshman. Rahmat. Dilnora, tayyormisiz? Ha. Boshlang. Salom. Mening tanlagan kasbim bu shifokorlik. Men shifokor bo'lish uchun hozirda kerak bo'ladi deb hamma fanlarni yaxshi o'zlashtiryapman. Men xirurg shifokori bo'lmoqchiman. Bu kishi operatsiya jarayonlarida ishtirok etadi. Men bu kasbga qiziqaman. Men odamlar sog'lig'ini saqlayman. Masalan, oyingiz kasal bo'lsa, o'zingiz mehnat qilib davolasangiz, mana bu boshqaga. Shifokorga ishonsa bo'ladi. Ular kun davomida vaqtida ishxonada o'tkazadi va operatsiya jarayonlarida qiyin bo'ladi. Shifokorlik bu qadimiy kasblardan biri. Bu chuqur bilimni talab qiladi. Ular mashaqqatli kasbidagi halovatni har bir davolagan bemorlarning ko'zlaridagi minnatdorchilikdan topadilar. Xulosa qilganda, men bu kasbni mehnat bilan boshlab, mehnat bilan tugatishni istayman. Men bu kasbni juda yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, men bu kasbni oxirigacha davom etaman. Shunchaki bu kasb menga yoqadi. Uyqu bilmay ishlaysiz har on, el yurtini millatkorlari. Boshlaringiz bo'lsin-da omon, o'zbegimning shifokorlari. Oppoq holatingiz qalbingizda odek. Sog'lar bemor degu, bemorlar sog'dek. Bugun qadringiz xo'p bilindi tog'dek. Ey aziz shifokor, aziz shifokor. Dilnoraxon, juda zo'r chiqibdi. Siz juda ulug' kasblardan tanlabsiz. Bemorlar halovat topish uchun siz tunu kun ishlaysiz. Siz bunga tayyormisiz? Ha. Sizda dam olish kunlari ham bo'lmaydi. Shoira qizimiz Zarina, siz bu matnni o'qib berishga tayyormisiz? Ha, albatta, men tayyorman. Mening tanlagan kasbim jurnalist kasbi. Men ushbu kasbga erishish uchun hozirgi kunda ingliz, rus, ona tili va boshqa fanlarni asta-sekin mukammal o'rganib bormoqdaman.
Men oynoyu jahon orqali jurnalistlarni nutq so'zlashini kuzatib boraman. Ular juda chiroyli, aniq so'zlashadi. Chet tillarida murakkab so'zlarni havas qiladigan darajada tiniq va aniq aytadi. Men jurnalist aka-opalarga havas qilaman. Men ham ularga o'xshashga astoydil kirishdim. Albatta kelajakda mendan O'zbekistonni sha'nini himoya qiladigan jurnalist chiqishiga va'da beraman. Bu shunchaki so'zlar emas. Bu va'dalar albatta amalga oshadi. Shu jumladan men shunday tillarni o'rganishimga imkoniyat yaratib bergan oyijonim va dadajonimga rahmat aytaman. Jurnalist televizor orqali bizga xabar beradi, yangilik bilan kayfiyat ko'taradi. Shoira qizimiz Zarina, sizning yozgan matningiz juda ajoyib chiqdi. Siz kasbingizga erishish uchun tilakdoshmi? Usmonxon, tayyormisiz? Ha, albatta. Unda boshlang. Men tanlagan kasbim. Assalomu alaykum. Men katta bo'lsam militsiya xodimi bo'lmoqchiman. Militsiya xodimlariga sport, matematika va rus tili fanlari kerak deb o'ylayman. Odamlarga ularni juda ham katta foydasi tegadi. Agar militsiyalar xodimlar bo'lmasa, hamma bir-biri bilan urushadi. Yovuzlar banklarini qo'rishadi. Men juda ham militsiyalarni hurmat qilaman. Men dadam ham militsiya xodimi. Dadam ishini men davom ettirmoqchiman. Men militsiya ishidan juda ham faxrlanaman. Men katta bo'lsam militsiya xodimi bo'lmoqchiman. Usmonxon, juda ajoyib chiqdi. Sizni kasbingizga erishish uchun tilakdoshman. Rahmat. Bizning sinfimizning mas'uliyatli o'quvchisi Samirjon, tayyormisiz? Ha. Unda boshlang. Men tanlagan kasb. Assalomu alaykum. Dunyoda kasblar juda ko'p, lekin men dasturlovchi kasbini tanladim. Chunki dasturlovchi kasbi 10 yildan keyin nimalar bo'lib ketadi, kim biladi? Hech kim bilmaydi. Balki bizning davrimizga kelib 2030-yillar, 2040-yillarda bitta kompyuterni tugmasini bossak, tepadan balki bir pachka dollar yog'ar bizlar uchun. Unisini hech kim bilmaydi. Undan tashqari men Odil do'stim bilan hozirdan o'qishga kirishamiz. Odil do'stim bilan biznes qilamiz katta bo'lsak. Hozirdan biz biznes boshlaymiz. O'zimizcha bizneslar qilamiz, maktablardan biznes qilamiz, kollej, keyin yana mashinlar biznes qilamiz. Bu biznesimiz albatta amalga oshadi. Qoyili Samirjon, bu yerda ham zukkolingiz ish beribdi. Rahmat. Azizbek, topshirig'imizga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Unda boshlang. Mening tanlagan kasbim. Assalomu alaykum. Mening tanlagan kasbim bu banker bo'lish, lekin aslida o'qituvchi bo'lmoqchi edim va o'ylab qarasam maktabimizda qaysi darsda bolalar yaxshi o'tmasa, ustoz ularni uchun asabini qilardi va ne'mani bo'lib qoladi. Shuning uchun men banker bo'ldim. Ham bankerlarni oilaga ko'p ham aytganda, nima uchun men banker bo'ldim? Chunki u yoqda men yaxshi pul topsam, bitta o'quv markaz ochaman. U yoqda matematika, rus tili, ona tili, ingliz tili va mantiq menda ham o'tiladi. Shu fanlarga kuchli ustozlar qo'yaman. Ha, aytganda oyim bilan dadamga Toshkentdan katta mehmonxona olib beraman va oyim bilan dadam u yerni boshliqlari bo'ladi va men o'zimga BMW mashinasini olaman. Ha, agar men bu maqsadlarimga erishsam ham, erishmasam ham hamma ustozlarimga L9 mashinasi va $200 berib chiqaman. Bir narsa esimdan chiqibdi. Oyim bilan dadamga ustozlarga sovg'ani berganimdan so'ng hajga yo'llanma beraman, Xudo xolasa. Azizbek, matningiz juda ajoyib. Lekin
yozgan o'qituvchilar bolalarga ta'lim berib nervini bo'lib qoladi deganingiz menimcha xato. Sinfimiz a'lochilaridan biri Odiljon, siz matningizni o'qishga tayyormisiz? Ha, tayyorman. Unda boshlang. Men katta bo'lsam hisobchi bo'lmoqchiman, chunki u kasb menga qiziq yoqadi. Men hozirda bu kasbni egallash uchun matematika, ingliz tili hamda rus tilini o'rganyapman. Hisobchi ingliz tilida accountant. Menga bu kasbni dadam aytgan. Yaxshi ishlarni aytayotganda edi va men hisobchi qanaqa kasb dedim. Dadam esa hisoblaydi, ya'ni bankda ishlaydi degan. O'shandan beri hisobchi bo'lmoqchiman. Agar juda yaxshi ishlab ketsam, Fort Marvels'ni hozir o'qiyotgan maktabimga $150,000 bermoqchiman. Men hozirda Samir do'stim bilan bir-birimizga yordam berib darslarni qilyapmiz. Tinglab tursam, Fort Marvels maktabiga $150,000 beraman degan ekansiz. Men bu Fort Marvels maktabiga kirib, rus tili, ingliz tili, matematika va mantiq fanlarini juda yaxshi o'zlashtirdim. Qishloq maktablaridagi bolalar ham menga o'xshab yaxshi ta'lim olishini xohlayman. Sizning matningiz meni juda mamnun etdi. Inshaalloh niyatingizga erishing. Fort Marvels maktabini yanada ko'kka ko'taring. Jasur, tayyormisiz? Ha. Boshlang. Mening tanlagan kasbim bu juda mashaqqatli. U kasbga sport bilan ham shug'ullanish kerak, chunki sport ham kerak. Mening tanlagan kasbim bu militsionerlik. Bu kasb odamlarga juda ko'p yordam beradi. Bu kasbni ko'p odamlar tanlaydi. Masalan, Jahongir do'stim, Shohruz do'stim va Xushnudjon do'stim ham militsionerlik kasbini tanlagan. Men lekin futbolni zo'r o'ynasam ham, lekin men militsiya bo'lmoqchiman. Boshqa kasblar ham zo'r. Masalan, shifokor kasbi, o'qituvchilik kasbi ham zo'r. Menga tanlagan kasbim rus tilida politsiya deb aytiladi, ingliz tilida esa policy deb aytiladi. Bu kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz ko'proq o'qish kerak. Masalan, algebra, informatika, tarix, huquq, ingliz tili, rus tili, ona tili, shu fanlar ko'proq kerak bo'ladi. Shuning uchun shu fanlarni ko'proq o'zlashtirishingiz kerak. Ajoyib, juda zo'r kasb. O'zbekiston Respublikasini himoyalash uchun to'g'ri kasb tanlabsiz. Xushnudjon, tayyormisiz? Ha, tayyor. Qani boshlang. Mening tanlagan kasbim, dunyoda juda ko'p kasblar bor. Shifokor, rassom, o'qituvchi, aktyor, jurnalist, hisobchi, advokat, tikuvchi va boshqalar. Kichkina paytimdan boshlab ota-onamiz, bobo va buvilarimiz bizdan katta bo'lsang kim bo'lasan deb so'rashadi. Men o'sha paytlari rassom, o't o'chiruvchi va harbiy bo'laman deb javob berar edim. Lekin men hozir tadbirkor bo'lish orzusidaman. Kelajakda o'zimning shaxsiy biznesimni yo'lga qo'ymoqchiman. Buning uchun matematika, ingliz tili va rus tillarini chuqur o'zlashtirishim lozim. Chunki tadbirkorlikda hisob-kitob muhim ahamiyatga ega. Rus tili esa kompyuterda hisobotlarni to'ldirish uchun bilishim zarur. Ingliz tili menga chet ellik hamkorlar bilan muloqot qilish uchun va ish yuzasidan chet ellarga safarga borganimda kerak bo'ladi. Men bu kasbim orqali odamlarga yordam berib, ularning og'irini yengil qilmoqchiman. Ko'p ish o'rinlari yaratib, ishsizlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Aholiga sifatli mahsulot yetkazib bermoqchiman.
Xullas, kelajakda albatta bu kasbni egallab, vatanimiz rivoji uchun o'z hissamni qo'shaman. Maqol: kasbing bo'lsa, noning bor. She'r: umid bilan yo'lga chiqdim men. Sadoqatdir ko'nglimning so'zi, bilim olib o'qiyapman men, qilmoq uchun vatanni rozi. Yashang ey Xushnudjon, juda ajoyib yozibsiz. Rahmat. Ilohim niyatingizga yeting. O'zbekistonni yanada boy qiling. Albatta, men O'zbekistonni yanada ko'klarga ko'taraman. Xushnudjon, tayyormisiz? Ha, Qani boshlang. mening tanlagan kasbim bu bojxona xodimi bo'lish, bojxona xizmat davlat xavfsizligi, iqtisodiy manfaatlar va qonuniy savdoni ta'minlayman. Bu sohada ishlash orqali yurtimiz chegaralarini himoya qilish, noqonuniy tovarlarni aniqlash va tartibni saqlash mumkin. Bojxona xodimlari bilimli, hushyor va vatanparvar bo'lishi kerak. Men bu sohada kirish orqali xalqimga xizmat qilishni, davlat manfaatlarini himoya qilishni istayman. Kasbim orqali nafaqat o'zim, balki jamiyat uchun ham foydali bo'lishni maqsad qilaman. Men tanlagan kasbimga erishish uchun men juda ham yaxshi o'qishim kerak. Juda ham zo'r o'qib, harakat qilib, albatta tanlagan kasbimga erishaman. Xushnudjon, barakalla, ajoyib. Ilohim tanlagan kasbingizga erishing. Rahmat. Sinfimiz aktivlaridan biri Azizbek, tayyormisiz? Ha, tayyorman. Qani boshlang. Mening tanlagan kasbim bu harbiy bo'lmoqchiman, chunki u kasb katta rol o'ynaydi. Mening dadam ham, otam ham harbiy bo'lgan. Shuning uchun men harbiy kasbini tanlaganman. Yana aytgancha, harbiylar issiqda ham, qorda ham chegarani qo'riqlaydi. Chunki chegarada yomon odamlar va chet eldan yomon dorilar olib kelib sotishini qo'riqlaydilar. Men harbiy bo'lish uchun ertalab turib vatan tarbiya bilan shug'ullanaman. Maktabda ingliz tili va rus tili fanlaridan yaxshi o'qishim kerak. Keyin yana harbiylar ovqat pishirishni, kir yuvishni ham bilish kerak. Yana bir narsa bor. Harbiylar shifokordan ham yaxshi bo'lish kerak. Chunki urush payti do'stlarini qutqarish kerak. Men harbiy haqida she'r yozdim. Mard askar, yelkasida yulduz, yuragida olov, har bir qadamida jasorat salov. Bo'ronlar ichra yuradi dadil, askarlik bu erk va sabr bilan til. Yana maqolam yozdim. Askar el qoni, yurt himoyasi. Mard askar vatan faxri. El bor joyda osmon ham bor. Azizbek, juda zo'r chiqdi. Sinfimiz aktivlaridan biri ekansiz. Bundan ham zo'rlardan yozing. Yana men siz orzuyingizga yetishingizga tilakdoshman. Rahmat. Zuhraxon, tayyormisiz? Ha, tayyorman. Assalomu alaykum. Men tanlagan kasb bu shifokorlik kasbi. Bu kasb juda qiyin bo'lsa ham menga yoqadi. Shu bilan birga odamlarni davolaydi. Bu kasbga men yoshligimdan qiziqqanman. Nimaga deysizmi? Chunki bu kasb qarindoshma-qarindosh kelgan. Masalan, bobomning qizi shifokorlik kasbida o'qiydi. Yana bitta bobomning o'g'li shifokorlik kasbida ishlaydi. Men ham ularga havas qilaman. Men hozirda yaxshi o'qishga harakat qilaman. Agar yaxshi o'qimay, dars qilmay yursam, erishgan
hech qachon tanlagan kasbimga erisha olmayman. Bu kasb zamonaviy kasblardan biri bo'lib kelgan. Shifokorlik kasbi qanday bilimlarga ega bo'lishi kerak desangiz, ona tili, rus tili, ingliz tili, fizika va boshqa bilimlarga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Shifokorlik kasbi juda katta mas'uliyatga ega, chunki inson hayotiga bog'liq bo'ladi. Mana o'zim yozgan matnim ham nihoyasiga yetdi. Zuhraxon, ajoyib chiqibdi. Albatta orzuyingizga yetishing. Rahmat. Ra'no, tayyormisiz? Ha, Unda boshlang. mening tanlagan kasbim. Men shifokor kasbini egallashni xohlayman. Chunki men odamlarni davolash yaxshi ko'raman. Ular juda yaxshi odamlar bo'ladi. Men ularni davoladim, savob bo'ladi menga. Ha, mayli bizlarga dam olish va bayramlar bermasa hech nima qilmaydi, lekin juda ko'p ishlayman. Hech nima qilmaydi. Masalan, 7 dan kechki 9 gacha 14 soat ishlayman men. Og'riqqa davo, yurakka orom. Mehr bilan ishlaydi, qilmaydi zorom. Tunu-kun xizmat ko'nglida nur, shifokor hayotga eng kattadir. Men shifokor haqida yana bir narsa unutmang. Ular odamlar juda ko'p kasal, har xil kasal, eng yomon kasal bu rak. Rak kasal eng ko'p odamlarda uchraydi. Xohlagan kasallik bilan bo'ladi. Rakning bir xil joyi bor. Bir vaqtlari tilini yutib hushidan ketadi. Men shifokor kasbini egallashni xohlayman. Va rak kasaliga davo topishni xohlayman. Ra'noxon, o'zingiz tanlagan kasbga albatta erishing va dunyodagi rak kasalini yo'q qiling. Mo'g'laroyim, tayyormisiz? Ha, tayyorman. Mening tanlagan kasbim bu tarjimon. Nimaga tanlading deysizmi? Bir xil odamlar qiyin so'zlarni bilmay qolishi ham mumkin. Ha, aytgancha, tarjimon bo'lish uchun ingliz tilini, rus tilini va barcha tillarni bilish lozim. Men bu kasbni nega tanladim? Chunki menga dadam bu kasbni menga maslahat bergan. Agar tarjimon bo'lsang, bilimlaring oshadi deydi. Men ko'proq ona tili, mantiq, matematika, rus tili, ingliz tili fanlaridan ko'proq shug'ullanaman. Men birinchi shifokor bo'lmoqchi edim. Dadam sen tarjimon bo'lasan dedi. Keyin o'ylab qarasam tarjimon bo'laman deb qoldim va mana shu kasbda qolishga qaror qabul qildim. Tunu-kun doim xizmatda, bir so'zni tarjima qilishga doim kerakli inson, bu ham bo'lsa tarjimon ayol. Mo'g'larbegim zo'r chiqibdi. Albatta zo'r, mukammal tillarni o'rganing va zo'r tarjimon bo'ling. Rahmat. Sinfimiz matematiklardan biri Abubakr, tayyormisiz? Ha, Unda boshlang. mening tanlagan kasbim bu yurak operatsiyasida qiladigan shifokor. Chunki men shifokorlikda ota-onamdan o'rganyapman. Men katta bo'lsam, Xudo xohlasa, Oxford institutiga o'qishga topshirmoqchiman. Men hozirda 4 mo'jiza maktabida o'qiyapman. Men hozirda juda ko'p kitob o'qiyapman. Ingliz tili, rus tili, matematika, o'qish, geometriya, ona tili, biologiya va fizikalarni yaxshi bilishim uchun qo'shimchalarga boryapman. Har bir kasbning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Masalan, bolalar doktori. Meni oyim bolalar doktori. Uyga har kuni kech keladi. Bitta bolani 6 kun davoladi. Uning ustiga uning otasi 10 ta joyga yozdi. Shuning uchun men bolalar doktorligini tanlamadim. Men kelajakda katta operatsiyalarga kirmoqchiman. Men shifokorga she'r yozdim. Aziz shifokor, oppoq xalatingiz qalbingiz dog'dek, sog'lom bemor-ku, bemorlar sog'dek. Bugun qadringiz tog'day bilindi. Aziz shifokor,
Aziz shifokor. Shifokorni qancha ta'riflasak ham oz. Men hozir ustozlarimga juda ko'p rahmat aytaman. Va ustozlarim menga bilim beryapti. Men katta bo'lsam, Xudo xohlasa, Jahongir Jo'rayev, Rizqullo Humora ustoz, Dilfuza Kamolova ustozimga yangi 2 ta Onyx sovg'a qilaman. Boshqa ustozlarimni ham unutib qo'ymayman. Boshqa ustozlarimga 200 milliondan beraman. Men ustozlarimga ming rahmat aytaman. Orzuyingizga yetishing. Xalqimizda ustoz otangday ulug' degan naql bor. Ustozlarni ulug'lasangiz, albatta niyatingizga yetasiz. Kattakon rahmat. Sinfimizning eng matematik o'quvchisi. Uyga vazifani bajarib keldingizmi? Ha, bajardim. Qani o'qib beringchi. Mening tanlagan kasbim bu shifokor. Chunki men yoshligimdan qiziqib kelaman. Men bu kasbga erishish uchun hozirda men 4 mo'jiza nodavlat maktabiga o'qib kelyapman. Nasib bo'lsa buyuk shifokor bo'lib O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarmoqchiman. Men hozirda til o'rganayapman. Ular ingliz tili, rus tili, boshqalarni ham asta-sekinlik bilan o'rganib kelaman. Menimcha ko'proq menga ingliz tili va rus tili kerak. Hozirgi kunda odamlar shu tillardan ko'proq gaplashyapti. Hamma kasbni o'zgacha qiyinchiliklari ham bor. Xo'p, shifokorga to'xtalib o'tsak, ularga ham qiyin, chunki ular bemorlarni davolaydi. Agar bilmasam bemorlarga noto'g'ri tashxis qo'ysa, albatta ular shifokor ustidan shikoyat qilishadi. Lekin ayib shifokorda bo'lmaydi. Aziz shifokor, oppoq xalatingiz qalbingiz dog'dek. Sog'lar bemordiku, bemor sog'dik. Bemorlar sog'dik. Bugun qadringiz ko'p bilindi tog'dek. Ey aziz shifokor, aziz shifokor. Tanalar yog'dular goh boshingizga. Daryolar cho'kdi-ku ko'z yoshingizga. Bugun dunyo lol bardoshingizga. Ey aziz shifokor, aziz shifokor. Xullas hamma kasbning o'z qiyinchiliklari ham bor. Men kelajakda shifokor bo'lsam, 4 mo'jiza o'qituvchilariga rahmat aytaman. Birinchi o'rinda Dilfuza Kamolova, Lola Maqsudovna, Xumora Isamidinovna, Shomurodovna, Nafisa va Jo'rayev Jahongirga rahmat aytaman. Ha, aytgancha meni shu maktabga taklif qilgan, ya'ni shu maktabga olgan Sitora Hamzaxonovnaga ham kattakon rahmat aytaman. Menga ingliz tilini harflarini o'rgatgan Zulfinos ustozni ham unutib qo'ymayman. Barakalla Dilnoraxon. Ilohim niyatingizga yeting. Men bu maqsadingizga tilakdoshman. Rahmat kattakon. 61-mashq Muhammad Yusufning she'ri. Yarchi zug'um qilgan